va odamlarga ukol o'tkazishni boshladi. Yashirincha borib yerlarda ishlab kelardik bolalar bilan birgalikda. Kallasini, oyoqlarini olib, tozalab, ularni sotib, qaynonasining qiynoqlariga sabr qiladi. Ko'pincha kurslarimizda ishtirok etgan ayollarimizni natijalari meni juda ham xursand qiladi. Chunki ayollarimiz haqiqatdan ham baxt nimaligini his qilishni boshlaydi. Albatta, baxt har doim yuqumli. Bu bizga ham yuqadi. Bir kuni oldimga bir ayol keldi. Ayol eri bilan 22 yildan beri turmush qurib kelayotganligini, katta farzandi 20 yoshga kirganligini, hali ham maqsadi yo'qligini va bunga eri sabab ekanligini menga gapirib beradi. Uning aytishi bo'yicha turmush qurishiga sabab bo'lgan, aynan shu eri bilan turmush qurishiga sabab bo'lgan bir ammasi bor ekan. O'sha ammasining gapi bilan bu yigitga turmushga chiqadi va turmushga chiqishidan boshlab qaynonasining qiynoqlariga sabr qiladi. Eri esa uradi, so'kadi, onamni rozi qilmayapsan deb urush chanqish qilib yashaydi va alohida yashashga chiqishadi. Har doim eri ishlamasligi uchun qayerdir og'riganligini bahona qilar va ro'zg'origa qarashmay qo'ydi. Ayol uyda yerlarni ekishni boshladi va kimlarnidir ishlarini qilib berishga odatlandi. Ayol bolalarni o'qitish uchun qo'ldan kelgan hamma ishlarini qilganligini aytadi. Hattoki qassoblardan deydi, albatta sigirlarni kallasini, oyoqlarini olib, tozalab, ularni sotib, shulardan ham pul qildim. Bolalarimni o'qishga harakat qildim. Hattoki erim ishlamagan paytlarda, beli og'rib, grijam deb yotgan paytlarda men birovlarni yerini ekib berdim. Hattoki shunaqa gap bo'ldiki, men ukamga aytdimki, menga dala-dashtdan yer olib ber, u yerda ishlaylik. Yaqinda o'g'lim o'qishlarga, institutga kirsa, pulni qayerdan olamiz deb iltimos qilgan edim. Ukam menga yer olib berdi. Lekin yerda ishlashga, bu ishlarni qilishga meni erim ruxsat ham bermasdi. Biror ishga ruxsat bermasdi. Yashirincha borib yerlarda ishlab kelardik bolalar bilan birgalikda. Shunaqa qilib pul qilishga harakat qilganmiz. Lekin topgan pullarimizni ham o'zicha sarflab yuborgan va bizni orzularimiz, bolalarimiz uchun, kelajak uchun hech narsa qilmagan deb yig'lab, xo'rlanib gapiradi va uning aytishi bo'yicha keyingi paytlarda onasinikiga borishga ham qo'ymaydi. Onasi yuragiga stent qo'yilgan, kasal bo'lsa ham gohi-gohida borib kelishga ham qo'ymaydi. Ukasini yer olib berganligini eshitib, "Sani qarindoshlaring ukang kelmasin, bizani hayotimizni buzdi" deb ularni ham kelib ketishga qo'ymayotganligini gapiradi. Men bu ayolni juda qattiq tingladim, lekin bu voqeadan to'g'risi o'zim ham ta'sirlandim. Chunki ayollar shunaqa farzandlarining kelajagi uchun hamma narsani qiladi, qiyinchiliklarga chidaydi. Lekin ana shu qiyinchiliklarga chidash ayolni ayolligini sindiradi. Shuning uchun ham ayollarga boshqa xil dunyoqarash ko'rsatamanki, ular o'zini dunyoqarashini o'zgartirganida hayot ham sekin-astalik bilan o'zgaradi. Bu ayol menda o'qishni boshladi. Qarangki, eridan yashirincha o'qirdi, chunki eri o'qishga qo'ymagan edi. Ayol o'zi aslida med uchilishini tugatgan, medsestra, ukollarni yaxshi uradigan ayol va odamlarga ukol o'tkazishni boshladi. O'qish davomida o'zida bitta g'oya paydo bo'ldi, chunki u o'zini boshqa xil his qilishni, o'zini yangilanganligini va o'zini boshqacha tasavvur qilayotganligini aytadi va menga bitta g'oya keldi deydi. Va men uni g'oyasini eshitdim. Uni aytishi bo'yicha men shunaqa bir markaz ochamanki, bizda hozir bolalarni massaji juda ham kerak, chunki bolalar har xil tug'ilyapti. Ularni massaj qilishimiz juda ham muhim. Aynan men bu narsani bilaman dedi. Bu g'oya unga kelganidan xursand bo'ldim. Albatta duo qildim. Yo'llarni ochib turadigan duolar qilib yo'naltirib turdim va ayol shu bolalarni massaj qiladigan bitta joy ochdi, tadbirkorligini ochdi, davlatga soliqlarini to'lab, opasini, singlisini va bir ikkita ishchilarni ochib, ya'ni bolalar salomatligini yaxshilaydigan massaj markazini ochdi. 3-oyda o'sha massaj markazini ochdi. Hozirgi kunda mana shu massaj markazida odam shunaqa ko'payib ketganki, bolalar massaji uchun juda ham ko'p uzoqqa borib keladigan ayollar hozir hammasi bizga kelyapti. Qo'limizga tegmasdan xizmat qilyapmiz. Vaqtim bo'lmayaptiki, mana shu darslarga kirishga ham vaqtim bo'lmayapti deb menga gapiradi. Men bu gapdan juda ham xursand bo'laman, chunki bitta ayol yana aytgandek, yana bir gap. Eri butunlay o'zgarib qoldi, ichishni tashladi, ibodatga kirdi, namoz o'qiydigan bo'ldi va turmush o'rtog'ini qaytadan sevib qoldi. Ayoliga qulayliklar yaratib berayotgan ekan.
Qoyil qolaman. Agar ayolni qalbi o'zgarsa, agar ayolni dunyoqarashi o'zgarsa, fikr tasavvurlari, eng muhimi ayolni hissiyoti o'zgarsa, hayot butunlay o'zgarishini yaqqol yana bir marta isbotlay oldik. Yana bir natijani sizga quvonch bilan aytamanki, u ayol menga sentyabr oxiri 27-sentyabrda kelgan ekan. Oktyabrni o'rtalariga kelib o'g'illari med uchilishiga topshirgan ekan. Aslida o'g'li IT sohasi bo'yicha, kompyuter sohasi bo'yicha o'qimoqchi bo'lgan ekan, lekin onasining tavsiyasi bilan med institutga topshirgan ekan. Birinchi imtihondan o'tib, ikkinchisidan yiqilgan ekan va xafa bo'lib uyga qaytdi va o'g'li o'sha paytlarda oyijon, meni maqsadim yo'q. Men bu holatimdan qoniqmayapman. Menday o'g'ilni nimaga tug'dingiz? Sizga yordam bera olmayapman deb turgan o'g'il oktyabrning o'rtalariga kelib IT sohasi bo'yicha institutga qabul qilinadi. Bu qanday bo'ldi, buni bilmayman. Lekin institutga o'zlari chaqirib, o'zlari o'qishga qabul qilishdi. Hozir IT sohasi bo'yicha institutda o'qiyapti. Qoyilmisiz? Kompyuter sohasi bo'yicha, IT sohasi bo'yicha institutda o'qiyapti. Qoyil qolaman. Ayol ko'p narsani o'zgartira oladigan yagona emotsional kuchdir. Agar siz bu kuchingizdan to'g'ri foydalana olsangiz, bu sizni hayotingizni butkul yangi tomonga eshiklarni ochadi. Yangi o'zgarishlar qila olasiz. Siz istagan hayotingizga esa ko'tarila olasiz. Agar sizda ham shunday oilaviy muammolaringiz bo'lsa-yu, yechimini topolmayotgan bo'lsangiz, pastdagi link orqali Telegram kanalimga o'ting. Yaqinda vebinarim bo'lib o'tadi. U yerda siz bilan yuzma-yuz ko'rishamiz va siz bilan suhbatlashamiz.